barcha jonzotlar ichida itdir. Bir turgan non bersangizga boshini silab qo'ysangiz bo'ldi. İt ve bevafo xotin haqida yozgan she'rimni eshiting. Kecha tunda do'stinam kelmading uyga. Ketganida jim borlik uyquga. Hovlinga bir yigit kirdi. Asta sekin uy tomon yurdi. Sezib qolgan vafodor iting g'azab bilan silkandi birdan. Ostonadan chiqib xotining itga suyak tashladi ildam. Xotiningning momiq qo'llari oslardi o'zga bo'yinga. Xirishdagi nozik bellari jo bo'lardi o'zga qo'yinga. Erta tongda qaytding do'stinam, kechalari bo'lib sen xalak. Ostonadan chiqib xotining atrofingda bo'lar kapalak. Vafodor itlarni aytolmay unsiz yig'lab turardi hamon. Chunki tunda bo'lgan ishlarga yo'l qo'ymasdi itdagi vijdon. Xotiningning bu qilmishlari odat bo'lsa har doim har on toza qalbga yig'ib vijdoning. İtni öptil ey nozon inson. Bu she'rlarni yozdi kamoli. Yuragida alam va hijron. Xotinga sen sirringni berma. Yigit bo'lsang ey mardi maydon. Bu she'rimni tinglab ayollar, nafratlanmang aslo shoirdan. Shoir bo'lmas turmaksiz hamon. Gap egasini topar ekan tamom. Bizlar fajarlarmiz, buyukmiz har dam. Lek onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Malades. Gap yo'q Kamoliddin bobo. Men necha yerda yurishim mumkin. Har bitta she'rimga 500 so'm to'layapti harbiga. Bo'ldi. Men Qur'onni ishab Allohim qaytadan umid berding. 06'larimda baca bo'lib ketdim. Doktorlar 99% ishonch yo'q deganda qayta hayot qolgan umrimda oddiy dehqon bo'lib faxrona tarki dunyo qilib seni deb yashayman deb qasam ichib qo'ygan. Gap yo'q. Shuning uchun bandan